Leksimizi devamlaştırmaya hürmetli vatandaşım endiki mavzu. Michael Phillips bari. Prezident Trump Cungo'dan ümitsizlendi. Prezident Trump'ның Cungo siyasi qattiq buluşqa yüzlendi. Dedi mavzuluq maqala 3 ayının 17 günü Amerika avazının Xitay tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq başlandı. Washington. Prezident Trump müşayyapda ma'muriy buyruq e'lon qilib, Singapurning yerim o'tkazgich texnika şirketining Amerikaning Gauton şirketini setib elishini chekladi. Bu ish Jungoning Amerikaning texnikalaridan foydalanib, Amerika bilan texnika sohasida raqobat qilishni cheklash deb hisoblanadi. Yuqorqi Xitoycha ismlar ekan, men Xitoycha ismlarni tarjima qilolmay qoldim, kechiringlar vatandoshim. Uningdan boshqa Trump hukumati savdo qizil raqamini azaytib, 100 milliard dollar atrofiga tushirishni talab qilishi va Jungodan import qilingan tovarlarga 30 milliard, ya'ni bir sonda 60 milliard atrofida jarimani qo'yishga tayyorlik qilganligi hammasi Amerika-Jungo savdo munosabatini jiddiylashtiryapti. Hem Prezident Trump hukumatining Jungo tutgan pozitsiyasining bargan sira qattiq bo'layotganligini es qildi. Asrlik marafonchi musobaqa Amerikaning o'rniga o'tib, dunyoni boshqarish to'g'risida Jungoning maxfiy strategiyasi mavzuli kitobning avtori besh burjaklik binoning sobiq amaldori Michael Phillips bari haftaning 4-kuni hodisaning tadqiqot markazida o'tkazilgan bir qatimliq muhokama yig'inida bundoq ko'rsatdi. Biz bu kishi to'g'risida bir vaqt leksiya so'zlagan, sizlarga asoslanlar esanlarga Alloh hurmatli vatandoshlarim. Jungo Amerikada intayin ko'p foydaga erishdi. Jumladan Jungoning adolatsiz savdo qiliq harakatlari, g'ayri bir savdo qo'rg'onlari, kishilik huquqqa daxli taruz yetkazishlari, harbiy jihatda kengaymichilik qilish, xalqaro qonunlarga xiloflik qilish qatorliq ishlarda shundoq turug'liq, shundoq foydalarga erishgan turug'liq Jungo yana o'zining gazet matbuotlarida Amerika Qo'shma Shtatlarini qayta haqoratladi. Masalan, Xalq gazeti bir qatimliq xabarida mundoq ko'rsatdi. Amerikaliklar 8 jihatda natsistlar Germaniyasidan o'sal. Jumladan Amerika turmalarida zaharlik gaz bilan jinoyatchilarni o'ldirdi va kaza. Sen Jungolik Römerboyani Xalq gazeti Amerika Qo'shma Shtatlarini natsistlar Germaniyasidan o'sal deb ta'riflabsan efendi. Hozir 2 millionga yaqin Uyg'urni nazarband qilding yig'ib olish lagerga. Hatta shu vaqtda natsistlar Germaniyasining Auschwitz yig'ib olish lagerida qanchalik joyish qamalgan men buni bilmaydi ekanman. Lekin hozir Uyg'uristonda qurilgan yig'ib olish lagerga 2 millionga yaqin Uyg'ur nazarband qilindi. Hozir natsistlar kim? Natsistlardan o'sal bo'layotgan davlat qaysi? Jungomi yoki Amerikami? Va kaza. Amerikani ana shunday haqoratladi. Phillips bari mundoq ko'rsatdi. Nurg'unlagan amerikaliklar Jungoning bu qiliqlaridan yetkichi to'ydi. Phillips bari mundoq dedi. Amerika Jungoga qaratgan raqobat kuchini kuchaytirish kerak. Gerçi Prezident Trump vazifaga o'ltirgan bir yildan beri izchil holda Jungoga bakma mo'tadil muomala qilib keldi. Lekin Prezident Trump Jungodan umitsizlangandan keyin Prezident Trumpning Jungo qaratgan pozitsiyasi endi qattiqlashishga qarab o'zgaradi. deb hisobladi Phillips bari. Phillips bari mundoq ko'rsatdi. Biz hozir o'tirda bir qiliqni ko'rib turyapmiz. Prezident Trump Rais Xi Jinping bilan do'st bo'lmoqchi bo'lyapti. Yaxshi sifatli xususiy munosabatlar o'rnatmoqchi bo'lyapti.
Hatta Prezident Trump Reis Xi Jinpingni Floridadagi ko'l bo'yi Aramgoyiga o'zining xususiy bag'ishchisiga taklif qildi. Lekin Prezident Trump Jungoning nurg'un qiliqlaridan ümitsiz ekanligini bir qancha qatam ifodaladi. Şonlaşqa Prezident Trump vazifa o'tash muddatining 2-yilga kirib kelganda biz Amerikaning Jungo siyosatining Prezident Trump saylam davrida so'zlagan nutqlari bo'yicha inqoz topadiganligini ko'rib olaymiz. Balki birinchi yilda vazifa o'tagan mezgildagidek barliq ishlarda Jungo bilan hamkorlashni sinab boqmaydiganligini va Jungo bilan hamkorlashga urinmaydiganligini ko'rib olamiz. Nurg'ulg'an kishilarga nisbatan aytganda, hozir Jungoning iqtisodiy kuchi zo'r. Amerikadan zoyim chetib oldi. Shundaqmi Amerika Jungoga qattiq qo'l muomala qilganda, Jungoning o'ch olishiga bardoshlik beralamda yo'q. O'ylanib ish qilishga to'g'ri keladi, deyishdi. Lekin Philips Bari mundaq ko'rsatdi. Bu xil gaplar buningdan 5 yil, 10 yil burun ozroq qoidaga tushadi. Lekin ahvol hozir butunlay o'zgardi. Xi Jinping islohot to'g'risidagi va'dalarini ishga oshirmay, kishilarni umidsizlantirdi. Prezident Trump hukumati ham Jungoning Amerikadan hayon elishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirdi. Bularning hammasi yaqindan beri paychak bozorining tavrinishini keltirib chiqargan alomatlardir.